Bugun 18-yanvar 2026-yil. Qabulim ham tugadi, alhamdulillah. Bugun meni xursand qilish maqsadida patsientimizni hadya olib kelibdilar. Hadya olib kelgan patsientimizning qizlarida o'sha skolyoz kasaliga aniqlangandi va ularni 1 yildan beri lecheniya qilyotgandik. Xudoga shukr, dinamikalar juda ham zo'r o'zgargan va lecheniya qilishda davom etyapmiz. Hozir nimaligini ham ko'ramiz. Ko'rganinglardek mana har xil shirinliklar olib kelibdilar. Самое главное sovg'ada emas gap e'tiborda. Shunchalik e'tibor qaratib olib kelganlar uchun kattakon rahmat. Har bitta qabulimga kelayotgan patsientlarga halol yondashishga harakat qilaman. Kerakli tekshiruvlarni yozaman, imkon qadar kerak emas tekshiruvlarni qilishdan qochaman. Shu kunga sababchi bo'lgan ota-onamga ham rahmat etmoqchiman. Har doim yuzimiz yorug' bo'laversin.